Nima demoqchi edim? Savolim. Tibbiyot fakulteti talabalari uchun Oxumedvoiz loyihasiga start berdik va bugun biz anatomiya fanidan qiziqarli savol-javoblar bilan boshlaymiz. Qani ketdik. Eng kichik suyak qayerda joylashgan? Eng kichik suyak quloqda joylashgan. To'g'ri. Umurtqa pog'onasida nechta umurtqa bor? 33-34 ta umurtqadan tashkil topgan. To'g'ri. Bilak suyagida nechta suyak bor? 8 tadan 16 ta suyakdan tashkil topgan. To'g'ri. Ko'krak qafasi nimadan tashkil topgan? Qovurg'adan. To'g'ri. Yurak necha kamerali hisoblanadi? 2 kamerali. Shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Eritrositlarning hajmi qancha? Eritrositlarning hajmi 6-8 millionni tashkil etadi. Xato. Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Assalomu alaykum. Yurakka keladigan qon tomir nomi? Bilmayman. Emasmi? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Assalomu alaykum. Qonning qizil hujayrasi? Eritrosit. To'g'ri. Brat ko'rsam hayotda qiziqishim ortadi. Miyada muvozanat markazi qayerda? Miyachada. Qonda shakar miqdorini boshqaruvchi bez? Insulin galavi. Bez. Oshqozon osti. Bez. To'g'ri. Nima demoqchi edim? Savolim. To'xtab turing. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Qochgan xo'jayinimi bu? Qon yuvishda ishtirok etuvchi hujayra? Trombositlar. To'g'ri. Qaysi vitamin jigarda zaxira holatda saqlanadi? A, B, D, E, alfabet. Hozir hujuming ko'rsatdim. Yoki jo'ralaring bilan hazil qo'ydim. Jigar o'z funksiyasini to'g'ri bajarmasa, terida qanday o'zgarishlar paydo bo'ladi? Odamning rangi sarg'ayish boshlaydi. Hamma o'mli, bironta bir to'pol odam qolmami? Hamma motivator, hamma o'mli. Jigarni sog'lom saqlash uchun nima qilishimiz kerak? To'g'ri ovqatlanish, alkogol mahsulotlarini iste'mol qilmaslik, sog'lom turmush tarzi. Og'a, siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Eng katta suyak nomi? Son suyak. To'g'ri. Buyrakning morfofunksional birligi? Nefron. To'g'ri. Sizga bitta savol bermoqchi edim. Nima uchun 8 oylik tug'ilgan bolaga surfaktan jo'natiladi? Bilmayman lekin. Emasmi? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? O'pkani qoplab turuvchi pardaning nomi? Plevra pardasi.